Salom bolalar. Bugungi bizning darsimizning mavzusi elektr energiyasi ko'zlari turali jalbi ma'lumotlar. Bugungi darsimizda maqsad qanday energiya manbalari mavjudligini bilib olish va energiya turlari haqida tushuncha hosil qilish. Energiya manbalari insonga yashash uchun zarur bo'lgan energiyani olish imkoniyatini beradigan moddalar yoki tabiiy jarayonlar. Energiya bu jismning ish bajarish qobiliyati. Energiya turlari uchga bo'linar ekan, bular mexanik, issiqlik va elektr energiyasi. Mexanik jism harakati davomida paydo bo'ladi. Mexanik energiya. Issiqlik energiyasi esa zarralarning tartibsiz harakatida paydo bo'lar ekan, elektr energiyasi esa harakatlanuvchi elektronlarning energiyasi, bu elektr toki. Ya'ni jismlar yoki buyumlar iloji boricha uzoq vaqt ish bajarishi uchun ularga energiyani to'ldirish zarur. Ya'ni energiya manbalaridan foydalanishlari kerak. Energiya manbalari insonga yashash uchun zarur bo'lgan energiyani olish imkoniyatini beradigan moddalar yoki tabiiy jarayonlar. Yerdagi asosiy energiya manbai bo'lib quyosh hisoblanadi. Chunki boshqa barcha energiya manbalari uning sharofati bilan paydo bo'lishgan va shakllanishda davom etmoqda. Masalan, zavod va elektr stansiyalari ishlashi uchun tosh ko'mir kerak. U esa quyosh energiyasi yordamida o'sgan qadimgi papriknik o'simlikdan paydo bo'lgan. Biz ham siz bilan quyosh energiyasini iste'mol qilamiz. Chunki biz ozuqa sifatida foydalanadigan o'simliklar fotosintez jarayoni tufayli o'sadi. Go'shtini iste'mol qiladigan jonivorlar ham o'simliklar bilan oziqlanadi. Ya'ni yerdagi barcha tirik organizmlar quyosh energiyasi bilan oziqlanadi. Xo'sh, aytingchi endi, inson uchun qaysi bir energiya asosiy ahamiyatga ega? Odamlar uchun eng ko'p talab etiladigan energiya turi bu elektr energiyasidir. Elektr energiyasidan biz hayotimizda kundalikda foydalanamiz. Biz elektr energiyasiz kunimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Odatda siz uyda foydalanadigan elektr energiyasi yoqilg'ini yoqish yo'li bilan gidrostansiyalardan yuqorida tushayotgan suv energiyasidan foydalanib yoki yadro reaksiyasi yordamida ishlab chiqariladi. Bular energiyaning manbalari hisoblanadi. Mana bu rasmda ham ko'rib olishlaringiz mumkin. Bunda shamol natijasida elektr energiyasi olinmoqda. Energiya manbalari ikkiga bo'linadi. Bular tiklanmaydigan energiya manbalari va tiklanadigan elektr manbalari. Tiklanmaydigan, ya'ni odatiy energiya manbalari odam qayta yarata olmaydigan manbalardir. Tiklanadigan bu muqobil energiya manbalari qayta to'ldirilishi mumkin bo'lgan energiya. Tiklanadigan energiya manbalariga quyosh energiyasida, shamol energiyasida, yer qa'ridan olinadigan geotermal energiyada ishlaydigan manbalarni o'simliklardan yog'och ko'mir qo'shgan holda olinadigan biomassalar energiyasidan, don ekinlaridan olinadigan etil spirti va o'simlik yog'idan olinadigan biodizelin kiritish mumkin. Shuningdek, albatta sun'iy harakati oqibatida ishlab chiqariladigan gidroenergiya ham tiklanadigan manba hisoblanadi. Mamlakatimizda energiyaning asosiy qismi tiklanmaydigan energiya manbalaridan qazib olinadigan yoqilg'i, tosh ko'mir, tabiiy gaz, neft va mazutdan olinadi.
Mana bolalar, bugungi mavzumiz shuning bilan nihoyasiga yetdi. Endi shu mavzuni mustahkamlash uchun savollarga javob beramiz. Birinchi savol: energiya manbalari deganimiz nima? Ikkinchi savol: energiya manbalarining qanday turlarini bilasiz? Boya men aytib o'tdim, energiya manbalarining 2 turi bor deb. Bular qaysi-qaysilar? Uyga vazifa esa bolalar mana shu o'tilgan mavzuni takrorlash. Shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi.